Assalomu alaykum. Xayrli kun bo'lsin, ilohim. Bunaqa chiroyli kunlarimiz ko'p bo'lsin. Mana ko'klam kirishni boshladi. 2026-yilning 26-fevral. Kecha adashgan ekanman 25-fevralda. 26-da mana kimlar ko'rmagan daraxtlar. Mana ko'ring endi tepada. Qushlar uyasi ham bor, tushib ketibdi. Shamol kuchli bo'ladi Koreyada. Yana bir aytaman, Koreyani nazarda hal qiling. Mana televizorgacha ko'chyapti hozir. Olib chiqib tashlagan. Mana kir mashinalargacha birov tegmaydi. Kimga kerak bo'lsa olaversin, qo'yib qo'ying. Kerak odam. Bular hammaga o'ziga yaxshisini ravo ko'rar ekanda, shunaqa xalq ekan. Yaxshisini o'ziga ravo ko'rar ekan, yaxshisini olib, yaxshi kunlarga xizmat qilishni xohlaydi ekan. Eski narsalar, eski haligi bir bo'g'ilishli, bir tashli kunlarimdan esdalik bo'lib qoladi. Olib chiqib tashlashgan, ular saqlashmas ekan bizga o'xshab. Biz eskimizni ham tashlab olganimiz kelmaydi, otamdan qolgan deb. Bularda shunaqa ekan. Yangisi eskisini olib chiqib tashlasang, yangisi keladi ishgan ekan. Ularga keldik, xudo xolasa uyimizga. Muhammad Qorni uylariga kirgisi yo'q Muhammad Qormani. Ularga bor.